Siz uxlaysiz, ular esa tushlaringizni yozib olishadi. Yaponiyalik olimlar haqiqiy ilmiy mo'jizani ixtiro qilishdi. Ular inson tushini dekodlashni boshlashdi. Ether kompaniyasi yangi qurilma ishlab chiqdi. Uxlayotgan odamga femerli qurilmasini ulashdi. U esa miya, ko'z faoliyatini kuzatadi. Aynan siz tush ko'rayotgan paytingizda sun'iy intellekt miya signallarini vizual tasvirlar bilan solishtirib, tushda ko'rilgan narsalarni tiklaydi. Uyg'ongach, odam tushini aytib beradi. Sun'iy intellekt esa shu asosida rasm hosil qiladi. Natijalar aniq. Odamlar ko'rgan tushidagi obrazlarni tanib bo'ladigan darajada chiqmoqda. Hozircha aniqlik 60%, lekin bu faqat boshlanishi. Kelajakda tushlaringizni yozish, tahrirlash, hattoki davolash vositasi sifatida ishlatish ham mumkin bo'ladi. Endi savol, tushingizni yozib olishayotganini bilsangiz, nimalarni ko'rishni xohlagan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.